Sangardak sharsharasi Sariosiyo tumani markazidan qariyb 52 kilometr uzoqlikdagi So'limgo'sha dengiz sathidan 2000 metr balandlikda tog'lar orasidagi Sangardak qishlog'i yaqinida joylashgan. Sharshara yer sathidan 120 metr balandlikdan tog' qoyasidan otilib tushadi. Uning suvi yoz fasllarida ko'payadi, kuzdan boshlab kamaya boshlaydi. Shu kunlarda mazkur mo'jizakor sharshara muzlab, o'ziga xos manzara kasb etdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Qahraton qish tufayli Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi maftunkor Sangardak sharsharasi turfa rangda tovlanadigan o'z go'zalligini o'zgartirib, muzlagan qiyofada bo'y ko'rsatdi. Maftunkor manzarasi bilan tanilgan Sangardak sharsharasi bugungi sovuq ob-havoda muzlab betakror go'zallik kasb etdi. Tabiatning qish faslidagi bu go'zallik tuhfasi kishini o'ziga rom etmay qo'ymaydi. Sharsharadan o'ynoqlab tushuvchi zilol suv muzli qoyalarni hosil qilgan. Bu muzlik bildur shodalar singari tovlanib, sharsharaga o'zgacha husn tarovat baxsh etmoqda. Hisor tog' tizmalari etagidagi tabiatning mo'jizakor bu durdonasi dengiz sathidan 2000 metr yuqorida joylashgan. Balandligi qariyb 100 metrni tashkil etadigan sharsharaga tog' daryosidan emas, balki g'orlar ichidagi buloqlardan vujudga kelib, qoya toshlar orasidan sizib chiqadi. Dunyoga mashhur sharshara nafaqat bahor va yoz fasli, balki qishda ham o'ziga xos go'zal manzaralari bilan kishini maftun etadi.